Maqsud Shahzodaning Toshkentnoma dostonidan parcha. Bag'ishlov. Shaharlar boqiydir umr o'tguncha, daryolar sobitdir suvlar ko'chguncha. Har kim o'z shahrida qo'ygan esdalik, yo bino qurishda katta ustalik, yo shirin latifa yoki ixtiro, yo daraxt, yo farzand ko'prik, yo misra, yo qo'shiq, yo dori, maktab soqchilik, xulosa dunyoda biron yaxshilik. Bir paytlar men senga shahrimni maqtab qilarkan ta'rifin, sen bir oz to'xtab, shunchalar bormikan deb gumon qilding, ko'rganda aytamiz deb imon qilding va aytding darvoqe ko'rgandan keyin. Maqtoving oz ekan, soz ekan uying, qomatga munosib bo'lsin deb libos. Shahrimga dildagi muhabbat ixlos, dostonga quyulsin degandim u choq. Kechikib yozganim kechirgin o'rtoq. Bu yerda turganlar yoki ko'rganlar, yoki ko'rayin deb istab turganlar, yoki Toshkentimning shaklin so'rganlar, naqshini dilida olib yurganlar, sizga bu taronam kuyim armog'on, nasr